Xo'p, buningiz 6 million 360 ming bo'ldi. Sizga 6 million 300 berdim, onam. Hop, mana bu 40 mingingiz bormi? Ha. Yana 50 ming bersa 40 ming izlashingiz bormi? Mana. Hop, buningizni ham hisoblash kerakmi? Buningizni necha pul qilib berishdi? 477 degan. Nol 2 minus qilib 8dan 3 million 656 chiqyapti. 3 million 660 ming qilib beraman. Tillasini tekshirib ko'rsam bo'ldi. Ha, prosta bilan olmoqchimisiz? Mana. Mana. 3 million 700 salkam. Ha, shuni ha, bo'pti, bering mayli. 3 million 656 chiqdi, 3 million 700 ming qilib berdim. Ha. Ana 30 ta qopga o'zingiz shunaqa bo'lmadi. Ha, u hammasini olib ketdingiz mayli. Rozi bo'ling, onam. Instagramingiz bo'lsa, tillachi yigitga podpiska bosib qo'ying. Siz telefoningiz bo'lsa, bering, bosib beraman. O'zingizni ham kuzatib turasiz. Mana. Ochib ko'ring. Hop, qarang. Instagramga kirasiz. Mana shunday. Tillachi Instagramdan tillachi bir yozsam, eng ko'p olaman men degan bola edi. Mana o'sha, mana tillachi yigitga podpiska bosib qo'yganman, onam. Mana. Boshqa bola ko'maydi. Tillachi yigit boshqa, tillachining o'zi boshqa. Internetda tillachi yigiti bor, tillachining o'zi bor. Rozi bo'ling, onam kelibdi, yaxshiligi bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Ha, bering bu sirigingizni. Bering, sirigingizni ham so'rab beraman, bering. Yosh bolanda Abdalla telefonga qarab. Ko'myapti bor u bola. Urib tashlash kerak oyoqlari. Ertaga ko'rmanadi ona u hozir foydasi mana bundoq qarab turibdi. Mana bundoq bola. U ertaga ko'zida qaraydi. Ertaga qo'ldan yetaveradi. Bundan ko'p chiqadi lekin. Xo'p, 2 million 600 ming qilib beraman, onam. $200. 2 million 600 ming qilib beraman.